Nima uchun shifokorlar odam o'layotgan paytda qo'shiq eshitishadi? Chunki ba'zi bir qo'shiqlar odam hayotini saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Hamma gap shundaki, odam yuragi to'xtaganda biz u yurakni massaj qilishimiz kerak. Minutiga 100, 110, 120 marta bosishimiz kerak. Qizig'i shundaki, aynan Stayin' Alive qo'shig'ida 1 minutida 103 ta bit bo'lib, aynan yurakni massaj qilishga mos keladi. Tin, 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 tin. Stayin' Alive, Stayin' Alive. Hattoki bu qo'shiq Amerika yurak assotsiatsiyasining AHAning guidelinelariga kiritilgan. Shuning uchun ham oddiygina qo'shiq 1 minutiga 103 marta adashmasdan yurakni massaj qilishga yordam berishi mumkin. Ba'zida qo'shiq shunchaki musiqa emas, balkim hayotni saqlab qoluvchi instrument bo'lishi mumkin. Sizchi bu narsani bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.